Ana olib qolgan Nexia'mizni ham minusini 2-3 ga tushirdik. Birinchi skorost bilan xalas yo'q degan gaz bo'lgan yo'q. Bu mashinamizni kecha olib qoldik, bir usta taxlab uzatgan ekan bizga. Ana qorni yuzlik davri deydimi, nima deydi, ana shu qorni shu bo'ladi. Sol pechkasini topmasdan taxlab uzatgan ekan, pechkalarni topdik, ancha avora berdik. Pechkalarni topib, zo'r ishlarni bitirib berdi aka, ishni ma'qul sog'ligi. Qanday, normal? Sizga yoqdimi? Usta bilan ustaning farqi bor ekan? Bor, farq bor ekan. Usta tanlashda adashmanglar. Kelaverasizlar, shera avtoservis 5 qimmatda. Nexia ham zo'r sog' beradi. Qiroqlar 3 kun gaz bo'lsa ham yo'q, boshqa bilayotgan yo'q, qiroq bo'lib turibdi. Nexia Sonus 1.6 ham. Aka? Salomat bo'ling.